Xudo xolasa ishlab chiqazadigan zavod yetib keldi. Etash общий 10,000 kvadrat joyida joylashgan ekan bulan zavodi. 这一款可以做1门、2门、3门、4门。 Bu bitta, ikkita, uchta, to'rtta eshik bo'lishi mumkin. Okey. Bunda keyin ishchilar faqat metallarga qo'yish kerak va avtomatik bo'lish amalga oshiriladi. To'liq avtomatik, bukmi aniqligi juda yuqori. 用电脑。 Boshqa fabrikamizda ham o'zining apparat ishlab chiqarish maydoni mavjud. Hozir yana boshqa ishlab chiqazadigan joyga olib kelyapti. Konditer xolodilniklardan. Oho, mana uni xolodilnik zavod desa bo'lar ekan. Biz ham yurgan ekanmiz-da, xolodilnik o'zi bordi ishlab. Boshqa yana 3-zavodga olib ketishyapti bizani hozir. Orqada o'lim, bizga mashina qoldi. Xudo xolasa, hamkorlikni yo'lga qo'ysa, borib Toshkentda yengillik qilishga harakat qilamiz. Kuzatishni davom eting. Bu yoqda o'zi tayyor mahsulotlar. Nima deyapti bu zavod? Qaranglar. Берейный хочу deydi, xolodilniklarni qaranglar, ko'pligini. Voy, 4-zavod kirib keldi. Ko'raverasizlar bu yoqni.